Sizlar ham eshitdinglarmi? Argentina Ispaniya bilan yana o'ynar ekan. Shu yil 2026-yil noyabr oyida FIFA kunlarida Qatardagi Lusail stadionida bu safar finalissima. Xonimlar va janoblar, Argentina Ispaniya 2. Bu o'yinda nima bo'ladi endi? Javobsiz qolib ketgan savollar, aytilmagan gaplar, kechagi jahon chempionati finaldan keyin tarqab ketgan gap so'zlar. Endi nima bo'ladi? Bu safar kim yutadi? Eng zo'r xabar, Lionel Messi bu o'yinda maydonga tushar ekan. Videoga like bosib hammaga tarqatib yuboringlar, hammaga. Qarindoshlar gruppasiga ham tashlab qo'yaveringlar. Argentinani hali aytadigan gaplari bor edi. Messini muxlislarini mana bu yerda qalbida qolib ketgan alami bor edi. Messini muxlislari bu o'yinni kutamiz. Messi hammasiga nuqta qo'yib ketish kerak. Yamal, men kechagi finalda mayli, Yamal chempion bo'lsa ham xursand bo'laman deb o'zimni aldagan ekanman. Yamalni o'tish kerak ekan. Messi bor maydonda. Finalda jahon chempionatini finalda Yamal chempion bo'ldi, mayli xursand bo'laman deganim. Bo'la olmas ekanman. Bo'la olmadim ham. Haqiqiy o'yinni finalissimada ko'ramiz. Gaplashamiz.